Turkiyaning mashhur Qashqirlar makoni serialini barchangiz ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'sha serialda eng vahshiy va o'ta shafqatsiz personaj kim bo'lgan? Keling shuni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Testere Nejmi Arrachi nomi bilan tanilgan qiynoq va zo'ravonlik ustasi, sovuqqon va ayovsiz. Uning uslubi to'liq vahshiylikka asoslangan, hattoki u o'z onasini ham arra bilan so'ygan. Memati Bash qahramon bo'lishiga qaramay, dushmanlariga nisbatan ayovsizligi bilan tanilgan. Unga qarshi turganlar doim azob chekkan. Iskandar Buyuk faqat kuch emas, balki manipulyatsiya va ruhiy bosim orqali ham yovuzlik qiladi. Serialda ko'plab jinoyatlar oldida turgan. Tulki Andrey sovuq razvedkachi, zo'ravonlikni psixologik usullar bilan uyg'unlashtirilgan maxsus operatsiyalarda ayovsiz. Jevat Akarsu maxsus xizmat vakili sifatida sovuqqon, befarq va ko'p hollarda tinch aholini ham qurbon qilgan. Uning vahshiyligi sezilmas, lekin o'ta xavfli. U odamlarni tiriklayin yoqish bilan tanilgan. Bular juda shafqatsizlari, ammo serialda eng vahshiyligi bilan tanilgan personaj bu Ersoy Ulubedir. U Qashqirlar makoni pusu qismlarida ayniqsa ko'zga tashlanadi. U oddiy yovuzlardan emas, u chuqur strategik fikrlaydigan mafkuraviy asosga ega bo'lgan, ayni paytda nihoyatda shafqatsiz personaj. Ulubening ayovsizligi, psixologik bosimlari va manipulyativ harakatlari ko'pchilikni hayratda qoldirgan. Ulube boshqalardan farqli o'laroq faqat kuch bilan emas, aql bilan ham qo'rqinchli bo'lgan. Shu sababli ko'pchilik uni eng xavfli va vahshiy deb hisoblaydi, chunki u zo'ravonlikning strategiya bilan aralashtirib, ruhiy terror ham o'tkaza olgan. Agarda siz shu serialni ko'rgan bo'lsangiz, siz uchun eng vahshiy personaj kim bo'lgan? Izohlarga yozib qoldiring.